Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari, Arashon hisori qo'y ishqibozlari. Mana zotlik qo'ylarda video qilishdan boshladik. Bugun hafta kuniga shanba, 29-noyabr. Videomizni Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan olyapmiz. Bugungi ikkita qo'chqorimiz bor, urug'likka. Chiroyli qo'chqorlar bor. Bittasi sariq, bittasi qora gigant qo'chqorimiz bor. Bugun shularni video qilib, quloqlari o'ta shalpon, uzun. Birinchisiga bu qo'chqorimiz yosh oyligi ichini uzatib qo'yingchi. Xo'sh. Ikki tishga endi chiqargan, yaqinda chiqargan ikki tishga. Quloqlari 21, hozir o'lchab ko'rsatamiz. Mana kastiyalar, oyoqlari keng. Qarqaradingiz. Oyoqlari yotmagan polvon narsa. To'shlari ham o'ta keng. O'ta keng narsa mana. Qo'chqar oldidan ko'rinishi. Quloqlarini hozir bo'yini o'lchab ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, bo'yini o'lchayotgan bo'lsak mana yerdan bo'yi mana qo'lingga qo'ychi. Bas. Mana ko'rganlaringga baho berib olasizlar. Xo'sh, uzunligiga ko'rsatgan bo'lsak, qo'y uzunligini. Xo'sh, uzunligi ham qo'chqor uzun. Bu yaqinda Qirg'izistonda o'tgan, rosa mehr tilab, semiz emas, rosa boqadigan, bo'ladigan qo'chqor. Quloqni hozir o'lchab ko'rsataman. Mana quloqlari kalsiyoga qo'ychi. Kalsiyo shu. Quloq mana 21,5, 21. Yo'lavering. 21 qulog'i, o'ta shalpon. Yuz svetlari, garbonosi. Endi buni sherigi bor. Bundan kattaroq qora. Undan keyin narxlarini tanishtirib o'taman, xudo xolasa. Mana akalar, ikkinchi qo'chqorimiz. Katta qo'chqor dedim. Ikki tishga chiqargan bu ham. Bu yosh oyligi narigiga qaraganda katta. Uniki endi chiqqan. Bu qora variantlar. O'tgan yili o'zim olib bergandim. Hozir boshqa qoradan qilyapman. Bu boshqa qorada edi. Endi shuni mana yemlab qo'y qo'shilmagan, faqat turgan. Yem yeb turgan, rosa niq to'lgan qo'chqor. Quloqlari, garbonosi bor. Quloqlari 21. Tirik vazi ham shu 120, 130 kelsa kerak. Tortmadik, lekin o'ta keng veslik narsa. Quyruqlari. Razres. O'tgan yil Qirg'izistondan kelgan qo'ylarni oluvdik. Beli. Hozir uzunligini, quloqlarini o'lchab ko'rsataman. Tishini ko'raylik, tishini. Tishini mana ikki tish. Tishga chiqargan. Mana to'shlari. Oldi ham, oyoqlari ham o'ta baquvvat qo'chqor. Akalar, endi buni bo'yini o'lchaydigan bo'lsak, mana qo'yamiz. Sal ulkanroq. Mana. Yerdan mana ko'rganlaring. Uzunligi aytadi qo'ydi. Uzunligi ham qo'y kvadrat. Qo'y ketib qolyapti. Faqat tortingni. So'rab ketyaptim, baquvvat rosa. Qo'y baquvvat. Bo'yi, uzunligi. Mana
Uzunligi ham o'ta uzun. Quloqlari 21. Hozir quloqni o'lchab ko'rsataman. Qulog'i 21. Mana akalar, qulog'i kalsodan mana kalsodan 20. Metasan kalsodan qo'yildi mana. Qulog'i 20. Hozir qo'ya olmayapmiz. Ikki kishimiz qo'yib mashina qo'yib shuni qo'yindi. Bo'ldi. Qo'ydi qulog'i mana 20. Ko'rganda 20 ga o'xshab turadi, lekin 20 ga. Qulog'i katta mana. Old tomondan ko'rinishi, to'shlari, oyoqlari o'ta baquvvat. Akalar, hamma gap narxida. Birinchi qo'chqorimiz 8 millionga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, yetkazib beramiz. Bu qo'chqorimiz bu yemda turgan, yemning o'ta semiz, nari qo'chqorimiz. Qarodalar tarbiyalaydigan qo'chqor. Bu niq tayyor, qo'y qo'shsangiz ham har qanday holatga tayyor. Buni narxi 10 million 500 ga dastavka qilib beramiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.